Hammaga assalomu alaykum. Ismim Sanjar, Eiffel Group kompaniyasining generalniy direktori bo'laman va hozirgi paytda sizlar bilan полный продажа bo'yicha обучениeni o'zim o'taman. Bizda bugun seshanba bo'lsa, bugun обучение bo'ladi продажа bo'yicha, ertaga обучение bo'ladi продажа bo'yicha, и payshanba kuni sizlarda обучение o'rniga psixologiya bo'yicha dars bo'ladi. Keyin juma kuni продажа bo'yicha bo'ladi, и shanba kuni продажа bo'yicha dars bo'ladi. Mendan oldin xuddi shunaqa Shahnoza kirib, tovarlar bo'yicha, kasalliklar bo'yicha o'tadi. И yakshanba kuni sizlarni uyga qo'yib yuboramiz. Shanba kuni kech payt sizlarga testlar beriladi o'rganib chiqishga. Yakshanba kuni o'rganib chiqib, dushanba kuni bizga o'sha test topshirishni boshlaysiz. Test topshirib bo'lganingizdan keyin agar mabodo testlarni o'ta olmasangiz, sizga yana imkoniyat beriladi и o'tganlar уже praktikaga kiradi. Praktikaga kirganda baza bilan ishlaysizlar, telefon qilasizlar, maksimalniy kompyuterdan qilasizlar, orada ham baribir kirasizlar, o'rganib, eshitib, operator bilan anaqa qilib, no в основном уже obzor bilan ishlaganlarda, sotganlardan keyin sizlarga akkaunt ochiladi. Bu narsalar tushuntirilgani hammasi juda ham yaxshi. Xo'p, bizda darslarimizni qismlarga bo'lganmiz. Bizda asosan продажа bo'lgani uchun продажаning etaplari, klient bilan gaplashish, продажа o'zi nima, noldan boshlab hammasini o'zim maksimal o'rgataman. Birinchi navbatda biza tushunib olishimiz kerak ekan, продажа o'zi nima, nimani продажа deb aytsak bo'lar ekan. Opti borlar, tajribasi borlar bormi oramizda продажада ishlaganlar, call centerdami yoki savdo sohasidami? Magazinda, sizchi? Call center. Qaysi call centerda ishlagansiz? Rossiya bilan ishlaganman, udalyonniy Alfa-bank bo'yicha. Холодный zona qilgansizlar-da, to'g'rimi? Нет, теплый был, ularni ham qoldiradi. Zaifga qoldirishgan. O'zbek tilida sizda muammo bo'lmaydimi? Yo'q. Juda yaxshi. Rus tili yaxshi. Aha. Ha? Ganoshvoda. Bu sityovoy adashmasam. Xo'p, sizda-chi qanaqa do'konda ishlagansiz? Yo'q-a? To есть klient bilan baribir aloqa bo'lgan, to'g'rimi? Bozorda. Xo'p, o'zi umuman продажа deganda, qarang, o'zimning tajribamdan kelib chiqib, 3 pi qonuni deb tushuntiraman. 3 pi qonuni qanaqa rus tilida? Aytaylik, bu потребность, ya'ni ehtiyoj. Bu produkt, ya'ni mahsulot. Bu esa продажа. To есть продажа bo'lishi uchun odamdan sizga uni ehtiyoji kerak ekan. Ehtiyojni siz mahsulotingiz bilan nima qilishingiz kerak ekan? Qoniqtirishingiz kerak ekan. To есть agarda siz nimadir sotmoqchi bo'lsangiz, u mijozda sizning mahsulotingizga ehtiyoj bo'lishi kerak ekan. O'zingizdan o'zingiz unga nimadir sota olmas ekansiz. Shuning uchun bizani asosiy qiladigan ishimiz bizani klientlardan ehtiyojni aniqlab, iloji boricha uni yana chuqurlashtirib, unga muammoni ko'rsatib, keyin mahsulot tushuntirishimiz kerak ekan. Bu yerda katta xato ketadi, yo tajribasi yo'li yoki bo'lmasam endi boshlayotganlar maksimalni mahsulot haqida gapirgisi keladi-da, produktni qancha maqtasam shuncha yaxshi bo'ladi deb o'ylaydi. Yo'q, siz birinchi потребностьni bilsangiz, uni produktingiz bilan yopsangiz, o'shandagina faqat sizda nima bo'lar ekan, продажа bo'lar ekan. Shu narsani juda ham e'tiborga oling. Asosan продажа shu ekan. Продажаning turlari bor. Qarang, холодный bor, hozir aytganimdek, теплый bor, и горячий bor. Farqini tushuntirib beraman. Холодный bu qachonki siz haqingizda eshitmagan, uyda o'zidan o'zi choy ichib o'tirgan odam, hech qanaqa sizga ma'lumoti yo'q, odamga telefon qilib, nomerni qayerdandir olasiz, telefon qilib, o'zingizni tanishtirasiz, mahsulotingizga qiziqish bildirasiz, u qiziqish keyin xohishga aylantirasiz. To есть maksimalni sizni tanimagan odam bilan ishlaysiz. Bu juda ham qiyin. Nimaga? Chunki 100 tadan faqatgina bittasi sotib oladi. Холодный продажада konversiya 1% hisoblanadi. To есть 10 tadan hech kim telefon ko'tarmasligi mumkin, 20 tadan kimdir ko'tarib sizni eshitmasligi ham mumkin. To есть qo'pol qilib aytganda 100 ta telefon qilib gaplashsangiz, ichidan 30 ta 40 tasi bilan faqatgina bittasi sotib olish mumkin ekan. 1% bu холодный продажаning konversiyasi, средний hisoblanadi. O'shaning uchun ko'pincha холодный продажада nima desa bo'ladi? Oylik o'shancha ham yaxshiroq har bir продажаdan, lekin ishlash stressga juda ham moyil, juda qiyin ishlash. Bu холодный продажа bo'yicha baza bilan ishlanadi. Теплый продажа bizani продажamiz, ya'ni klient zaifga qoldiradi, qiziqishi bor. Qiziqishini siz o'zi xohishga aylantirishingiz kerak. To есть unga telefon qilib maksimalni mahsulotni uni ehtiyojlaridan kelib chiqib, tushuntirib, unga foydalarini ko'rsatib, interesini желаниеga aylantirishingiz kerak ekan. Bu теплый продажа, bizaniki теплый продажа. Горячий ham bor orada, bizda bo'ladi горячий. Qanaqa? Aytaylik, siz Evs'ga telefon qildingizda,
hech narsani so'rab o'tirmadik. Siz уже bilasiz kimga telefon qilyapsiz, nima olmoqchisiz. Sizdan просто adres olsa bo'ldi. To есть tayyor sotuv. Siz telefon qilasiz, "Mana buni olib kelib bering" deysiz, pulni to'laysiz bo'ldi. Bizada ham bo'ladi qanaqa? Bizadan olgan mijozlar bor, bizani eshitgan mijozlar bor. Tayyor olgisi kelgan, просто telefon qilib, uni adresini bilish kerak, qancha sotib olish kerakligini bilish kerak bo'ldi. Bu ora-orada bo'lib turadi garajchi продажа. В основном bizada теплый. Холодный bizada yo'q. Eski klientlarga qilsangiz ham, ular ham qachondir siz haqingizda eshitgan, internet sahifamizga kirgan, bu narsa haqida ma'lumotga ega. То есть tushunarli, холодный теплый garajchi. Потребность bo'lmasa, produktingiz qanchalik shikarniy, zo'r produkt bo'lmasin, потребность bo'lmasa, siz продажа qila olmas ekansiz. Bu narsani tushundik-a? Xo'p. Endi bundan tashqari yana turi bor продажani o'zini tipiga qarab. B2B, B2C degan продажаlar bor. Aytib o'tib ketaman. Bizda misol uchun B2G, bizda B2C. Bu nima degani? B2B degani business to business, ya'ni firma o'zini mahsulot yoki xizmatlarini boshqa firmaga sotadi. Firma bilan firma ishlaydi, yuridik лицо bilan yuridik лицо ishlaydi. Bu B2B hisoblanadi. B2C bu business to customer, to есть primoy klient bilan ishlaysiz. Sizning klientingiz jismoniy shaxs, siz firmalarga sotmaysiz, siz o'sha klient o'zini iste'moli uchun mahsulotni primoy sotasiz. B2G bu business to government, ya'ni hokimiyatlar bilan, davlat muassasalari bilan ishlaydigan sotuv anaqalari B2G hisoblanar ekan. Bu sizda yo'q, bu sizda yo'q. Maksimal siz klient bilan ishlayotgansiz. Shuning uchun biz siz bilan darslarimizda klient ko'p o'rganar ekanmiz, uni ehtiyojlarini o'rganar ekanmiz, klientga qanaqa qilib maksimalni yoqishimiz mumkinligini o'rganar ekanmiz. Tushunarli bu narsami? Endi продажani qisman tushundik. Продажani yaxshi qilishingiz uchun siz endi o'zingizni sohangizni o'rganishingiz kerak ekan. Siz bizga qanchalik hamma tilni operator deb aytishga o'rganmagan bo'lsin, siz baribir o'zingiz sohangizni biling, menejer по продажам. Ya'ni o'z so'zi bilan menejer so'zi ingliz tilidan upravлять degan so'zni anglatadi. Ya'ni siz klient bilan sizni orangizdagi bo'lgan aloqalarni to'laqonli siz upravлять qilishingiz kerak ekan. Bu qanaqa bo'ladi? Aytaylik, siz birinchi zvonogingizdan boshlab to klientni sotib olib, bizga pul olib kelib bergunga qadar, mana shu oraliqdagi misol uchun butun vaqt mobaynida siz u bilan aloqada bo'lishingiz kerak ekan. То есть ko'pchilik operatorlar o'sha menejer по продажам bilan adashadiki, что sotdi, olaman dedi, bo'ldi, shu bilan unutdi u narsani. U yetib borish kerak, kuryer bilan uchrashish kerak, kuryerda muammo bo'lib qolishi mumkin, siz noto'g'ri narx aytgan bo'lishingiz mumkin. Sizga zadachi kelib tushadi, vходящийdan telefon qilyapti klienting deydi. Bunaqa payt siz qochmasdan u bilan primoy aloqaga chiqib, hamma narsani batafsil yana tushuntirib berishingiz kerak ekan. Bu aynan sizni o'sha menejer по продажамning ishingiz ekan, asosiy ishingiz. No, keling ungacha siz bilan tushunib olaylik. Menejer по продажамdan tashqari yana farq bo'lishi uchun, solishtirish uchun sizga yana ikkita sohani aytib o'taman. Bu birinchisi продавец, farqini tushuntirib beraman sizga hozir. Konsultant и menejer по продажам. Farqi nimada? Продавец bu oddiy oziq-ovqat do'koni yoki bo'lmasa qanaqadir do'kon, stroy material do'kon o'tiribdi, o'zini anaqa prilavkasi bor, orqasida narsalari bor. Siz klient sifatida kirasizda, menga uni yoki buni olib bering deysiz, продавец shuni olib beradi xolos. То есть u продажада katta rol o'ynamaydi. Klient biladi nima ekayotganligini, uni ol, buni ol deydi, pulni to'laydi, ketadi. Bu yerda o'shaning uchun ham agar eshitgan bo'lsangiz, oyliklari 3 milliondan uzoq 5 million okladda ishlaydi ular. То есть продажаning kassasi, uni KPI, foizi bo'lmaydi. Asosan ko'pincha holatlarda. Konsultantda esa qisman aloqasi bor продажаga. Nimaga? Chunki u sotuvga ham aloqasi yo'q. U faqatgina maslahat bera oladi. Kelgan odamga qanaqadir informatsiya beradi. Aytaylik, Texnomartda, kiyim do'konlarida primoy davleniya bilan sotmaydi ular. Nimadir maslahat kerakmi, nima qidiryapsiz, qanaqa qidiryapsiz deb sekin akkuratdan kirishni boshlaydi и o'xshasa sotadi, undan oklad plus bonus oladi. Ularda oklad bor. Menejer по продажамda esa to'laqonli aloqasi bor, chunki u aytganimdek точка A dan точка B gacha polniy o'zi boshqaradi. Maksimalni uni sotuvga amalga oshirishga har xil etaplardan o'tadi, kerakli gaplarni gapiradi, skriptlar bilan ishlaydi. Shuning uchun ham u asosan faqat foizga ishlaydi. Sizda oyligingizni butun qismi foizga iborat. То есть siz qilgan kassangizdan, qilgan показателingizdan kelib chiqib 6% dan aytaylik 20% gacha pul olishingiz mumkin ekan. Bu qanaqa bo'ladi? Sredniy chekimiz bizda 594 ming. Undan kattarog'i bor 989 ming. Aytaylik sizga 100 ta klient berildi. Bizda ikkita показатель bor.
Keyin yana batafsil tushuntiraman. Approve и выкуп. Approve bu sizga 100 ta berilgan yangi nomerdan necha foiz chiqarishingiz. Ya'ni 100 ta odamga telefon qildingiz, siz undan 30 ta продажа chiqarishingiz kerak ekan, minimalniy. Bizani o'zi средний plankamiz 40 gacha. Boshlanishida sizga 30 ta уже zo'r hisoblanar ekan. U 30 ta 40 ta sotganingizdan endi hisoblasan. Agar 65% выкуп, ya'ni 40 ta olaman degandan 65% yetib borgan bo'lsa, haqiqatan pul to'lagan bo'lsa, bu ikkitasi zo'r paketasiz hisoblanar ekan. Mana 30 ham средний oyligingizda o'rtacha 13-15% ga taqaladi. Aytaylik siz 50 million kassa qildingiz. Uni 15% taxminan qancha bo'ladi? Matematikada kim yaxshi o'qiydi? Ha? 7,5 million. Taxminan 7,5 million pul chiqar ekan. Minus 12%. Biz ofitsialniy ishlaymiz. Sizni oyligingizdan nalog NDFL yechib olinadi. Bu bizdan emas, davlat tomonidan qo'yilgan shart-sharoit, qonun qoida. O'shaning uchun bu sredniyda 50 million. Bizda odamlar bor 150 million kassa qiladi, 130 million, 100 million kassa qiladi. Tasavvur qiling, 100 milliondan siz sredniy 13-15% olsangiz, bu 13 million, 15 million degani. To есть bu narsani men eng katta tarafini yoki eng baland anaqasi, ha? Ol bo'ladi. Eng baland foizini yoki eng baland tomonini aytmayman, bu o'rtacha hisobda aytmayman. Bo'lishi mumkin, sizni mana bu показателingiz approve va выкупingiz 20, mana bu 50 bo'lishi mumkin. 30 ga 65 emasda 20 ga 50 bo'lishi mumkin. Unaqa holatda 6-8% gacha oyligingizni summasidan kelib chiqib 6-8% olishingiz mumkin. Aytaylik 100 million qilsangiz 6 yoki 8 million olasiz. Shunaqa bo'lishi mumkin, odamlar 100 million qilyapti-da, mana bu foizga kamroq olyapti. Odamlar 50 million qilyapti-da, 15% hisobiga 100 milliondan ko'proq kassa qilgan odamdan ham ko'proq oylik oladi. Nimani hisobiga ekan? Mana bu ish darajasini sifatiga. To siz kamroq sotdingiz, lekin sifatli sotdingiz. Kamroq odamdan chiqardingiz o'sha kassani. Shuni hisobiga siz ko'proq oylik olar ekansiz. Shuning uchun e'tibor bering, maqsad faqatgina sotish emas, uni sifat bilan sotish va klient haqida ham ozgina nima deydi, qayg'urish. Nimaga? Chunki bizda asosan, alaykum assalom. Bizda asosan ko'p sotuvga juda ham sho'ng'ib ketgan menejerlarimiz bor. Ular asosan klientni faqatgina nima deydi, kошелёkdek ko'radi. Продажа tomonidan yondashingiz bu to'g'ri, chunki hladnokrovniy bo'lish kerak. Lekin odamgarchilik yuzasidan qarasangiz bu noto'g'ri, chunki u sog'liqqa aloqador narsa sotyapti. Bizda ko'rayotganingizdek, maksimal hamma narsa sog'liqqa aloqador. Kelgusida yaqin orada balki yana qo'shimcha tovarlar bo'lishi mumkin. Fiziki tovarlar, to есть narsalar, tam priborlar yoki kuxnyaga bir narsalarga. No, hozircha bizda asosan batlar. Shuning uchun siz bilingki, bu yerda hamma qiladigan ishingizni maksimalni savdodan, продажаdan olar ekansiz, foizdan olar ekansiz. Endi menejer po продажамni asosiy qilish kerak bo'lgan ishlari bor. Ya'ni nimani hisobiga siz yaxshi sotib keta olasiz. Birinchi navbatda menejer po продажам bu analiz sohibi bo'ladi. Ya'ni analiz qilganda siz birinchi navbatda hozir tovar o'rganyapsiz. Bu ham analizga kiradi. Tovarni qanaqa xususiyatlari bor, qaysi kasallikligi, pobochkalari bormi, qaysi payt qo'llash mumkin, qaysi payt qo'llash mumkin emas, ichish qanaqa, necha yoshdan, to есть hammasi birinchi o'chirda sizga maslahatim tovarni chuqur o'rganing. Chunki berayotgan mahsulotingiz siz to'laqonli bilishingiz kerak. O'sha tovar o'rganganingizdan keyin siz uje men sizga hozir beradigan ma'lumotlardan kelib chiqib klient o'rganishni boshlaysiz. Ya'ni u klient kim, necha yoshda, qanaqa muammosi bor, qanchadan beri u narsa bor unda, nimalar qilib ko'rdi u muammoni yo'qotish uchun yoki bo'lmasam qatlaga bordi, qanaqa qiyinchiliklari bor, to'laqonli klient o'rganishingizga to'g'ri keladi. Klient o'rganganingizdan keyin uje savdoyingizni analiz qilasiz. Men nechtasiga sota oldim, qanaqa gaplashyapman, показательlarim qanaqa, nima qilsam o'saman, nima qilsam men shuncha oylik olaman, qanaqa qilib darish karyerni ro'z qilishim mumkin. To есть постоянно siz analiz qilishni boshlar ekansiz. To есть siz har bitta ishingizni chetdan qarashga harakat qilishingiz kerak. Agar o'zingizda bu narsaga imkoniyat bo'lmasa, sizda rob bo'ladi, trenerlar bo'ladi, yordamchilar bo'ladi, bu yerda opitni operatorlar bor, menejerlar bor. O'shalardan maslahat so'rab, hech qachon qo'rqmasligingiz, uyalmasligingiz kerak ekan. Analizni agar solishtirib taqqoslaydigan bo'lsak, aytaylik, o'sha yo'lingiz bor sizni точка A dan точка B gacha. Sizni analiz qilish qobiliyatingiz bu B gacha qanaqa marshrut tuzishingizga bog'liq. O'ngga ketasizmi, chapga ketasizmi, to'g'ri bora olmaysizda, bu yo'l qurish anaqasi planini tuzishi o'zi analizdan kelib chiqadi. Buni yo'l deb olaylik, analizni qanaqa yo'l, qaysi tarafdan, o'ngga, chapga qanaqa yuraman, o'sha hammasi analizga bog'liq bo'lar ekan. Keyingi qiladigan ishingiz bu sizni общениyangiz, ya'ni klient bilan analiz qilib bo'lgandan keyin sizni muloqotingiz
sizni ishingizga katta ta'sir o'tkazadigan narsa. Qanaqa odamsiz? Muloqotga ochuvmisiz yoki bo'lmasam yovvoyimisiz yoki bo'lmasam introvertmi, ekstravertmi, misol uchun. Odamlar bor, ochuv bo'ladi, muloqotga kimdirlar yopiq bo'ladi. Agar yopiq odam prodajaga kiradigan bo'lsa, boshida juda ham qiynalishi mumkin, chunki o'zidan o'zi kimlardir chiqishib keta olmaydi. Bundan tashqari, so'z boyligingiz, qanchalik siz yaxshi gaplar bilan, chiroyli gaplar bilan fantaziyangizni ishga solib, bu narsalarni tushuntira olasiz. Bu narsa juda muhim bo'ladi. Iloji boricha bo'sh vaqtingizda ko'proq kitob o'qing. Nimaga? Chunki sizni o'sha nutqingizni yaxshilaydi, so'z boyligingizni oshiradi va gapirayotganda oratorskiy qanaqadir sposobnost beradi. Chunki hozir men 5-6 ta odam oldida nima qilib turibman-da, chiqib leksiya o'qiyapman. Shunaqa bo'lishi mumkin, bitta odam bilan ham hatto gaplasha olmasligingiz mumkin. Ozgina dovdirab, yangi bo'lgani uchun, hali o'rganmagani uchun qiyinchilik bo'ladi boshida. Uni yengish uchun ko'proq общениyaga e'tibor bering. Qanaqa gaplar ishlatyapsiz, qanaqa gaplashyapsiz, nima so'zlar ishlatyapsiz, fantaziyaga maksimalni siz urg'u berishingiz kerak ekan. Hammasini skriptlar bilan kim nima deyish kerak, hammasini o'rgataman. Buni baribir o'zingiz ustida ishlashingiz kerak ekan. Bu общенияni nimaga qiyos qilar ekanmiz? Sizni bu mashinangiz bo'lar ekan. Mashinangiz maksimalni chiroyli, yaxshi bo'lishini xohlasangiz, demak, общениyangiz ham shunaqa chiroyli bo'lishi kerak ekan. Asosiy rol o'ynagan sizni muloqotingiz. Chunki siz bitta narsani tushunishingiz kerak. Bu magazin emaski, klient kelib, ko'rib, qarab, ushlab, hidlab olib ketadigan. Bu call center, ya'ni call centerda sizni ovozingiz, sizni gaplashishingiz butun kompaniyani bahosini berib qo'yar ekan. Agar klient sizni eshitib turib, yomon baho bersa, demak, mahsulot ham, kompaniya ham hammamiz yomon bo'lamiz. Shunga e'tibor bering. Hop. Qanaqaligini bilib, ishonch hosil qilib, keyin olganim boshqalarga. Men so'rasam, aptekadan ham olishim mumkin. Ular mahsulotini aptekada bor deyishdi. Yo'q, aptekada yo'q. Bo'lsa ham bu qalbaki bo'ladi. Biza ma'lumot uchun aytaman, biza ishlab chiqaruvchi emasmiz, lekin ishlab chiqaruvchidan eksklyuziv tovar olamiz. Ya'ni qanaqa? Biza brendini o'ylab topamiz, nomini o'ylab topamiz, dizaynini o'ylab topamiz, hammasini o'ylab topamiz, ular bizga ishlab chiqarib beradi, bizni zakazimiz bo'yicha ishlab chiqarib beradi. Eksklyuzivna для Euphoria Group degan yozuv bilan chiqadi. Uni biza o'zimizdan boshqa hech kimga bermaymiz sotishga. Chunki bu qalbakilashishi mumkin. Ichida tovarni kimdir o'zgartirib, unga soxta tovar borsa, biz unga javob berishimiz mumkin. Shuning uchun Manspower, Urapro va hokazo hamma bizdan tovarlar faqat bizdan olish mumkin. Aptekada ko'rdim, Anunda ko'rdim, OLXda ko'rdim, saytda ko'rdim, hammasi qalbaki bo'lishi mumkin. Biz javob bermaymiz unga. Bizning klientskiy bazamiz bor. Bo'lgan holatda telefon qilib, "Men mana bunaqa joydan oluvdim, mana sizlar narsanglar, sizlar nomeringlar, men doim menga aytaman, qaytar, javob ber." Biz javob beramiz agar bizning klientskiy bazadan chiqmasa. Banderol bo'ladi, nakladnoy bo'ladi, hujjatlar bo'ladi, sertifikatlar bo'ladi. Elektronniy bo'lsa ham boradi. O'shandan biz bila olamiz. Bizning mahsulotni olganmi yoki kimdirkini. Shuning uchun biz skladdan tashqari hech qayerda tovar ushlamaymiz. Magazinimiz yo'q. Bu yoqqa kelib ko'ra olmaydi. Bu yerda call centerdan boshqa narsa emas. Proxodnoydan o'ta olmaydi. Mana turniket qo'ydik. O'zidan o'zi kirib, sizlarni oldingizga kiraman desa, yo'q, bizda bunaqa imkoniyat yo'q. Xohlasangiz internet magazin bo'lgani uchun zakaz qiling. Tovarni pulini biz oldindan qabul qilmaymiz. Yetib borgandan keyin ishonch hosil qilib, ko'rib, ochib ko'rib, xohlasangiz olasiz, xohlamasangiz endi sizga havola. No, o'shani pishirib, oladigan qilib siz jo'natishingiz kerak bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Общение bu sizning mashinangiz bo'lishi kerak ekan. Agar общениyangiz mana shunday mashinaga o'xshagan bo'lsa, juda qiynalasiz. Chiroyli, yaxshi mashina bo'lishini xohlasangiz, muloqotingizga, gapirayotgan gaplaringizga juda katta e'tibor bering. Endi tasavvur qiling, sizning mashinangiz bor, yo'lingiz tayin, bu chuqurlikli bo'lib qoladigan bo'lsa, yama yoki bo'lmasa tepalarga chiqadigan, tog'larga chiqadigan joy bo'lib qolsa, sizning analizingiz bo'yicha yaxshi yetib borish uchun, yaxshi yurish uchun sizga mashinada nima kerak bo'ladi? Mantida nima bor? Asosiy dvigatel kerak bo'ladi. То есть dvigatel bo'lmasa, ruscha so'z dvigatel qimirlamaydi bu mashina. Dvigatel qanchalik kuchli bo'lsa, o'sha o'nqir-cho'nqir yoki tepaliklardan yaxshi o'tar ekan. Agar dvigatel slabiy bo'lsa, aytaylik, 3 talik Matizda siz toqqa chiqa olmas ekansiz. Uning uchun хотя бы 1.3, 1.5 motor kerak bo'lar ekan. Bu dvigatelni nimaga taqqoslashimiz mumkin? Sizning xarakteringizga. Oldindan aytib o'taman, sizda shunaqa holat bo'ladi, klient bilan gaplashyapsiz, mana call centerda ishlagan qizimiz biladi. Klient отказ qiladi, inkor qiladi, olgisi kelmaydi, biz bilan ishlagisi kelmaydi. Siz nima qilasiz bu holatda? Tasavvur qiling, siz точка A da настроение zo'r sizda, hammasi yaxshi, yuryapsiz, harakat qilyapsiz, gaplashyapsiz, cho'tkida, men olmayman deb qoldi. Siz nima qilasiz? Birdaniga tushib ketasiz. Nimaga? Chunki sizda xarakter slabiy.
siz откazga juda ham negativni yondashasiz. Siz o'zingizda ishonchingizni yo'qotib qo'ydingiz. Siz уже bilmayapsiz ular nima deyishni. Bo'ldi, pishdi, bu ham olmaydi. Endi men nima qilaman degan ma'noda tez siz nasliyangiz cho'kib ketadi. Bu yerda sizning xarakteringiz, sizning dvigatelingiz hisoblanar ekan. Men sizga o'rgatgan, tushuntirgan narsalarni kelib chiqib ishlab, o'zingiz ustida ishlasangiz, dvigatelingiz kuchayib boraveradi va любой отказni как challenge, vызов sifatida qabul qilsangiz, u bilan demak отказ bilan ham ishlasa bo'lar ekan. Ya'ni olmayman degan klientga ham u bilan atrobotka qilib, kerakli so'zlar, savollar berib, yana uni ko'ndirsa bo'lar ekan. Bu narsaga sizda xarakter kerak. Aytaylik, men texnika berdim, nima deyish kerakligini aytdim, lekin klient olmayman degandan keyin tushkunlikka tushdingiz, bo'ldi, sotgisi kelmayapti. Bo'pti aka, sog' bo'ling deb turibdan qo'yishingiz mumkin. Bu sizning xarakteringizga bog'liq ekan. Tushuntira oldimmi? Menejer по продажам shu 3 ta narsaga ega bo'lish kerak ekan. O'chiraman. Yozib olinglar. Analiz, muloqot, xarakter. Menejer по продажамning asosiy 3 ta xislati analiz qilish bilish kerak ekan, muloqoti yaxshi bo'lishi kerak ekan va xarakteri stержень deymiz, o'shanisi kuchli bo'lishi kerak ekan. Yozdinglar? E'tiborga olinglar. Men sizga ma'lumot beraman, o'rgataman. Bu sizga pul topishga yordam beradi va undan oldin sizga imtihondan o'tishga aynan shu temalarda men sizlarga savol beraman. Agarda kimdir yozyapti, kimdir yozmayapti, agarda yozib qolmasangiz, qaqqadir muhrlamasangiz bu narsani ertaga test topshirishda qiynalib qolishingiz mumkin. Shuning uchun men sizga ma'lumot beraman, o'chirib tashlayman. Ulguring, yozib qolib, keyin test savollariga tayyorgarlik ko'rishingizga. Endi продажani tushundik, menejer kimligini tushundik, endi klient kimligini tushunib olishimiz kerak ekan. Klient bu siz va men. Odam. To есть siz ham qaqqadir borsangiz klient bo'lasiz, men ham ko'cha ichsam kimgadir klient bo'laman. Shu narsani esimizdan chiqarmasligimiz kerak ekan. Asosiy narsa klientni o'rniga o'zimizni, ota-onamizni, yaqinlarimizni, aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz qo'yishimiz kerak. Nimaga? Chunki u ham kimdir onasi, otasi, opasi, ukasi, to'g'rimi? Ko'p holatlarda klientni odamligini esimizdan chiqarib qo'yamizda, unga maksimal shu sotsam-da, pulini olsam-da, oyligimni o'zimni cho'nchagimga ursam. Unaqa bo'lmaydi. Nimaga? Chunki 10 yil oldin men o'zim lichna 2015-yil boshlaganman продажani. Shu menejer по продаже bo'lib ishlaganimda 10 yil oldin biz ozdiruvchi narsa sotardik-da. Ochig'ini aytaman, bilmaganman, sostavi nima, boshqasi nima, chunki hali bunaqa narsa bo'lmagan u paytda. Klientga просто telefon qilardik-da, bu sizga 5-10 kilo oshga yordam beradi desak, bo'ldi, klient olardi. Nimaga? Chunki klientning miyasi hali zaharlanmagan edi. Unaqa narsalar yo'q edi. Ozdiradigan, semirtiradigan, bo'y o'stiradigan. Mana misol uchun eskilardan so'rasangiz, Mavrodi degan odam bo'lgan vaqtida MMM eshitgandirsizlar. Mana shunaqa korporatsiya bo'lgan, MMM degan. U nima qilgan? Internet bo'lmagan, televizorda bitta odamni MMM ga pul tikdi, uni 2 barobar qilib oldi deb aytganda, odamlar hammasi o'sha MMM ga borib, o'sha hamma bor budini tikib olgan. Prosta oddiy reklama. Bitta Ivanni qo'ygan televizorda, u Ivan bankka borib, o'sha MMM ga borib 1000 rublni qo'yganda, u 1000 rublni 2000 rubl qilib olganini ko'rsatgan. Bo'ldi. Dalil, isbot, hujjat, hech narsa bo'lmagan. Shu gapni o'ziga odamlar borib uchib hamma pulni tikib olgan. Nimaga? Odam chunki juda ishonuvchan bo'lgan. 2015 da bizani o'zbek xalqimiz ham xuddi shunaqa ishonuvchan bo'lgan, chunki u paytda hali bunaqa batlar rivojlanmagan, bunaqa ko'p firmalar bo'lmagan, почти 10 yil oldin. Men telefon qilardim, bo'ldi, уже продажа bo'lardi. Endi hozir 2024-yil. Odamlar yuzlab, minglab firmalarni уже boshidan kechib bordi. Guangzhou deysizmi, tam qanaqadir yana Al-Hadaya, Lamifaren, Lamina Life, juda ko'p. Hammasi yaxshi, yomon demayman, lekin kimdandir foyda olyapti, kimdandir olmayapti. Shuni kasriga siz telefon qilsangiz, ungacha nechtadir klient bilan gaplashgan bo'lsa, u sizga ishonishi juda ham qiyin bo'ladi. Shu narsani esingizdan chiqarib olmang. To'y siz unga mahsulotingizdan keltiradigan foydani dokazat qilib bera olmasangiz, uni muammosini yechimida sizni qiziqishingiz borligini, ya'ni nima edi, g'amxo'rligingizni, sizga farqi emas bo'lmasligini ko'rsata olsangiz, farqi yo'qligini ko'rsatmasangiz, nabrot ko'rsatib qo'ysangiz, farqi yo'qdek ko'rsatib qo'ysangiz, klient sizga ishonmas ekan. Klient o'sha 2015-yillik klient emas. Siz unga maksimal yondashingiz kerak. Qanaqa? Tushunishingiz kerak, uni ham ehtiyojlari bor, u ham odam, unga maksimal yondashish kerak. O'zingiz uchun yozib oling. Men bu narsani uzoq tushuntirib o'tiring. Maslow piramidasi bor. Piramida Maslow degan narsa bor.
Maslow piramida. U odamni ehtiyojlarini piramidasi. O'qishga, kiyinishga, o'zini ijtimoiy o'rnini ega bo'lishiga, oilali bo'lishga, bolali bo'lishga, to есть odamni tabiiy ehtiyojlari bor. Tabiiy, prirodadan beriladigan. No, undan tashqari odamni klientskiy ehtiyojlari bor. Sotuvda ko'proq kerak bo'ladigan klientskiy ehtiyojlari bor ekan. O'sha haqida gaplashamiz. Piramida Maslow. Uyingizga borganda, bo'sh bo'lganingizda Google ga yozib, piramida Maslow nimaligini so'rasangiz, Google sizga polniy javobini beradi. Endi klientskiy potrебность nima ekan, ehtiyojlar nima ekan? Bu asosan 5 ta narsa ekan. Siz mahsulot sotayotganingizda mana shu ehtiyojlarga tayanib, shu ehtiyojlardan kelib chiqib narsa sotyapsiz. Birinchisi bu nima? Bu xavfsizlik. Siz mahsulotingizdan xavfsizlik qidirar ekansiz, sotayotgan mahsulotingizdan. Ikkinchisi ekonomiya денег, ya'ni pul tejalishi. Uchinchisi ekonomiya времени. Vaqtingizni tejalash kerak ekan. Keyingisi удобство. Keyingisi уже prestij. Har bittasini hozir tushuntirib beraman. Xavfsizlik deganda e'tiborga oling, siz hattoki oddiy stul sotayotganingizda ham xavfsizlikni ong ostida o'ylaysiz. Qanaqa? Uyingizda yosh bolalar bo'lsa, o'sha stolni aytaylik, qirrasiga o'sha uyimdagi yosh bolalar tegib ketmasmi ekan? Chetlari qirrali emasmi? Yoki o'tirsam tushib ketmaymanmi? Mahkammi? O'tirsa, misol uchun qiyshib qolmaydimi? O't-bo'timi lat yeb olmaymanmi deb xavfsizlik haqida birinchi navbatda o'ylar ekansiz. Sizni sotayotgan mahsulotingiz esa напрямой sog'liqqa aloqador bo'lgani uchun teng bo'lib xavfsizlikni o'ylaydi. Nimaga? Chunki u aytadi: "Men hozir bu narsani ichsam, men nimadir davolashim o'rniga, naborot buzib qo'ymaymanmi?" deydi. O'shandan ketidan siz o'zi mahsulotingizni aynan shu xavfsizlikka aloqadorligini, haqiqatan siz mahsulotingizdan xavfsizlik bera olishingizni dokazat qilib berishingiz kerak. Uning uchun nima kerak? Uning uchun sizga mahsulot haqida maksimal informatsiya kerak. O'shaning uchun Shahnoza berayotgan ma'lumotlardan qoniqmayotgan, yetmayotgan bo'lsa, ko'proq savol bering. Mahsulotni chuqur o'rganing. Chunki siz qanchalik zo'r продажник bo'lmay, nima sotayotganingizni bilmasangiz, siz u narsani преподнести, ya'ni keltirib bera olmas ekansiz. Endi keyingisi ekonomiya денег. Tasavvur qiling, men o'sha xuddi o'sha stolni sotyapman-da, men aytayapman, men hozir buni uyga olib borsam, ustanovkasiga pul to'laymanmi, dastavkasiga pul to'laymanmi, ertaga buzilib qolsa unga ham pul to'laymanmi? Ya'ni oldindan men o'zi rasxodlarimni o'ylayapman-da. Hozir bu stol mayli 1 million turadi. Keyingi rasxodlarim qanaqa bo'ladi? Unga yana tortmasi pul turadimi yoki qo'shimcha qanaqadir aksessuarlar pul turadimi? Ya'ni men bu yerda pulim tejalishini xohlayman. Ya'ni ong ostimda klientskiy потребностьim nima deydi menga? Puling maksimal tejalsin deydi. Siz berayotgan mahsulotingizdan qanaqa qilib klientning pulini tejashingiz mumkin? Misol qilib aytaman. Xavfsizlik aytaylik, 100% tabiiy, tekshiruvdan o'tgan, hech qanaqa zarari yo'q. Chunki bat xohlasa ham zarar bera olmaydi, 3 ta holatdan tashqari. Onkologiya zarar bermaydi, xavf bor prosta. 100% deb ayta olmaymiz. Emizuvchi va homilador ayollarga. Bundan ham zarari yo'q, prosta xavf bor. Nimaga? Chunki onkologiyada batni faktor rostasi bor, o'stirib yuborishi mumkin. Hamma hujayralar o'sadi-da o'shanda. Mabodo onkologik qanaqadir hujayra bo'lsa, uni ham o'stirib yuborishi mumkin. Homila bilan emizaklikda prinsip hech narsa mumkin emas. Faqat qanaqadir instili ichishadi, qolgan holatda hech narsa mumkin emas. Shomolasi ham faqat shu insti. Aytmoqchi bo'lganim, qo'shimcha holatlar bor, Shahnoza o'zi tushuntiradi. Men bu yoqqa meditsina bo'yicha uglubляться qilmayman. Qolgan holatlarda bat sizga umuman nima deydi, zarar bera olmaydi, xohlasa ham. Shuni siz keltirib berishingiz kerak ekan. Bizning mahsulotimiz 100% tabiiy, mana narsalardan tashkil topgan, o'shaning sizga zarar bermaydi. Boshqa dorilaringiz bilan bemalol ichsangiz bo'ladi. Mamlaqa bo'ladi, mamlaqa kasalliklar bo'ladi deb aytsangiz, siz unga keltirib bergan bo'lar ekansiz. Pulini qanaqa tejaysiz? Aytaylik, bitta mijoz sizda uzoq qishloqlarda turadi. U yaxshi meditsinaga ega bo'lish uchun yo sentrga boradi, yo nima qiladi? Toshkentga keladi. Bu nima? Birinchi navbatda rasxod, yo'l kirasi ketadi, doktorga puli ketadi, analiz topshirish kerak, puli ketadi, dorilar yozib beradi, bir qator puli ketadi. Oxiri nima bo'ladi? Kirganingizda eshitasiz. 3 yil, 4 yil doktorga qatnadim, 1 tiyinlik foyda bo'lmadi, 15-20 million pulim ketdi. O'zi birinchisi 1 million edi, keyin ulanib ketdi. Ha, deb pul ishlaturdim, oxiri mana sizga keldim dedi. Siz unga nima deysiz? Bizning mahsulotimiz shunaqa zo'r mahsulotki deysiz. Mana siz o'zingiz menga aytyapsiz, mana shuncha paytdan beri rosa rasxod qilsiz. Bizning mahsulotni to'liq kursini o'tsangiz, hech qanaqa analiz topshirtirmayman. Men sizga konsultatsiyam tekin.
doktor bir kirishingiz 200 ming bo'lsa, menga kirishingiz tekin. Men sizga maksimalni shundan kelib chiqib konsultatsiya beraman. Bundan tashqari yetkazib berishlarimiz shahar markazlariga tekin, dastavkasi ham qaysidir joylarda tekin bo'ladi. Bundan tashqari bir marta ichganingizdan keyin batni zo'r tarafi o'zingizda saqlanib qoladi u effekt. Ya'ni organizmga o'rnashadi. Mahsulotning hamma xususiyati organizmga o'rnashadi. Ximikat nimasi yomon? Vaqtinchalik. Hozir ukol qildingiz, hozir to'xtadi, og'riq yoki nimadir, keyin boshlaydi. U ximikat. Batni butun organizmda qoladi. Shuning uchun ertaga yana davolanib, men sizga yana telefon qilib ol demayman. O'zingiz telefon qilmasangiz, men sizga bitta kurs o'ting, shu bilan effekti ancha yillarga saqlanib qoladi deyman. Shuni hisobiga yo'l kiralarga, anaqalarga plyus ketmaydi deyman. To'g'ri, men unga o'sha ehtiyojini yopib beryapman. Boya aytdim-ku, 3 ta P, to'g'rimi? Mana bu potrebnisi bor. Men u potrebnisi produkti bilan yopib beryapman. Ana o'shanda klient tushunadi nimaga pul to'layotganligini. Keyingisi vaqt. O'sha boya aytganimizdagi klient yo'liga vaqt ketadi. Hisob bo'ling. Doktor o'chiritining oldida turganiga vaqt ketadi. Keyin davolanishiga vaqt ketadi. Endi savol sizga beraman, siz uni klientga berishingiz kerak. Agar klient erkak kishi bo'lib, oilali bo'lib, boquvchi bo'lsa, davolansa, doktorga borsa, yo'lda vaqt ketsa, qachon pul topsin? Qachon oilasini boqsin? Qachon nima deydi, oilasiga pul topish ishiga vaqt ajratsin? Ishlayotgan odam har deb javob so'raversa, 1-2 haftaga yovib qolsa, nima qiladi? Ishdan bo'shatishadi, u ishsiz qolishi mumkin. Shunaqa xavf bormi? Bor. Siz bu narsani keltirib berishingiz kerak. Bizning mahsulot 2 mahal ertalab, kech payt o'zingiz bilan olsangiz, ishingizda ham, uyingizda ham, mehmonda ham, to'yda ham bemalol ichishingiz bo'ladi. Ertaga mana xudo xolisa ro'za paytida ham saharlikda, iftorlikda ichasiz, hech qanaqa muammo yo'q. Doktorlar nima deydi? 3 mahal ukoli bor, kapelnichasi bor, ro'za buzadigan, tahorat buzadigan protseduralar bo'ladi, to'g'rimi? Bizda maksimalni shu narsa nima ekan? Vaqtingizni tejab berar ekan. Uyingizda, ishingizda bemalol ichasiz. Boyagi kapelnicha ukollarga bu narsa aloqasi bor ekan. Udobstvo, ya'ni qulayligi. Qulaylikdan oldin siz noqulaylikni tushunib olishingiz kerak. Qarang, mana shu narsani aytib o'tay. Plusni ko'rsatish uchun siz birinchi minusini tushunib olishingiz kerak ekan. To'g'rimi? Xavfsizlikda siz birinchi qanaqa xavf borligini bilishingiz kerak. Unga sizning mahsulotingiz xavfsizligini keltirib berish uchun unda qanaqa mahsulotlarda xavf bo'lishi mumkinligini, unga qanaqa rasxod ekonom bo'lish uchun qanaqa rasxodlari bo'lishi mumkinligini, vaqt nimaga sarflanadi-yu, siz qanaqa tejaysiz. Noqulay nimada-yu, siz qanaqa qulaylik berasiz. Shu narsani tushunib olishingiz kerak. Noqulay nimada? Doktorlarda o'chirtib turishingiz noqulay. Ukollar qilish noqulay. Nimasi noqulay? Og'rish emas, unaqa odam birinchi topish kerak. To'g'rimi? Uyingdasiz, hech kim yo'q ukol qiladigan, qo'shni hammasi chiqib ketgan ishga kim qilib beradi? Poliklinikaga borasiz, o'zi yura olmaysiz. Qayerdan borasiz poliklinikaga? Noqulaylikmi bu? Bizda qanaqa? Ikkita anaqa kapsulani oldingiz, ertalab ichdingiz, ikkita kapsulani oldingiz, kech payt ichdingiz. Ta'mi qanaqadir me'daga tegadigan yoki o'zingizni ko'nglingizni aytadigan narsa emas. Suv bilan ichasiz, hech qanaqa damlamalar, cho'pli suv yoki bo'lmasa bir xil dorilar bor, sxema chizib beradi. Ertalab 2 soatdan keyin 3 keyin qiyin, juda ham qiyin unaqa dorilarni ichish. Bizda oson, udobniy. Ertalab 2 kech payt bo'ldi. Shana kapelnicha emas, ukol emas yoki protsedura qilib qaqadir yotishga, lecheniyaga borish shart emas. Qulaymi? Qulay. Ana shu narsani siz keltirib berishingiz kerak ekan. 5-inchisi bizda umuman ishlatilmaydigan ehtiyoj, prestij. Bu qachon ishlatiladi? Kiyim sotayotganingizda, soat sotayotganingizda, mashina sotayotganingizda kerak bo'ladi. Qanaqa? Brendoviy kiyim sotsangiz, bu prestijni ko'rinadi. Yoki bo'lmasam sizning mahsulotingizni qanaqadir bir yulduz reklama qilgan bo'lsa, estrada xonandasi, u prestij. Mana bizning narsamiz, hattoki men bu odam ham ichadi desangiz, unda nima uyg'onadi? O, anaqa odam ichar ekan, qiziqish uyg'onadi. To'y siz prestijga urg'u bera olar ekansiz. Bu yerda sizga kerak emas, shunchaki ma'lumot uchun sizga aytayapman, shunaqa ehtiyojlar ham bor odamda. Zo'r kiyinsam deydi, yaxshi soat taqsam deydi, yaxshi telefon tutsam, bu prestijga aloqador. Agar bu ehtiyojimiz bo'lmaganda edi, biz oddiy telefonlarni ham tutib ketaverardik. Nimaga tanlaymiz? Chunki bizda odam ehtiyojidan tashqari klientga ehtiyoj bor. Men deyman, yaxshiroq narsa kiygim keladi. Odamlar oldida o'zimni sal balandroq kiygim keladi. O'shaning uchun men shunaqa narsa tanlayman deydi. Bu sizga hozirchalik kerak emas ekan. Lekin mana bu 4 ta narsa sizga juda ham muhim ekan. Yozib olinglar. Обязательно bu narsa bo'yicha hali testlarda bo'ladi. Pishim. Написали? Sizchi? Ha, sizlar bilasizlar? Отлично. Xo'p, endi klientni kimligini tushundik, qanaqa ehtiyoj borligini tushundik. Klient bilan ishlash uchun sotuv menejerida eng katta qurol nima deb o'ylaysiz? Eng asosiy quroli. Hozir muomalasi chiroyli bo'lib,
Salomlashish, ovozi, chiroyli gaplashishi, u to'g'ri, mumkin, shunaqa bo'lishi mumkin, kerak, lekin eng muhim narsa bor, yana. To'ppa-to'g'ri. Uning uchun nima kerak sizga? Ehtiyojni aniqlash uchun nima kerak sizga? Savol. Bu yerda sizni qurolingiz to'g'ri savol berishingiz. Qanaqa savol berishingiz, qaysi yo'nalishda savol berishingiz, nima savol berishingiz sizga nima olib keladi? Undan ma'lumot olib keladi. O'zi asosiy qurol mana bu, lekin busiz yo'q. Ma'lumotni o'zidan o'zi bermaydi. Siz savol berishingiz kerak ekan. To есть, agar siz yaxshi menejer bo'lsangiz, to'g'ri savol berasiz. Agar siz opitingiz yo'q bo'lsa, savol bermasdan dagatka qilasiz, menimcha bu mana bunaqa bo'lsa kerak deb ma'lumotni beraverasiz. Bu ma'lumot unga qiziq emas. Unga boshqa narsa qiziq. Siz unga noto'g'ri yo'ldan ketyapsiz. Tushunasizmi? U oxirida nima deydi? Men o'ylab ko'raman, menga hozir bu narsa qiziq emas deydi. Nima bilan taqqoslashim mumkin? Keling, taxminan Lustra magazinni olaylik. Siz Lustra sotyapsiz, sizga klient kirdi. Klient kirdida prosta qarab yuribdi. Siz oldiga borib savol berishingiz kerak. Nima savol berishingiz kerak? Prosta mantiqan o'ylab ko'ring. Nima savol berasiz? Это обобщенно. U aytadi, chiroyli ruscha kerak deydi. Nima deysiz? Ana, qiz bilishadi, opisi bor, odamlarni. Siz birinchi o'chirib nima so'raysiz? Qaysi xonaga qidiryapsiz deysiz. To'y savol to'g'ri keladi, u уже aytadi, kuxnyagami, vannagami, zalgami, spalnigami, prixoshkagami, koridorgami, ko'ryapsizmi, уже farqi bor. Siz u savolni bermasangiz nima qilasiz? U xayolida vannaga qidirib kelyapti. U sizga yetmayapti-yu. Prosta qarang, siz kelasiz, yuring, men sizga zo'r lyustram bor deysiz, zalli lyustrasini ko'rsatasiz. Bunday qaraydi, yaxshi ekan, mayli, men o'ylab ko'ray deb chiqib ketadi. Tushunasizmi? Savolni kuchi sizga yaxshi ma'lumot olib keladi. Yaxshi ma'lumot esa sizga unga kerakli narsani tavsiya qilishga olib keladi. O'shanda klient sizdan o'zi qoniqadi. Demak, siz o'zingizni ishingizni bilasiz va unga kerakli narsa bera olasiz. Sizga ishonadi. To'g'ri savol yaxshi ma'lumotga olib keladi, yaxshi ma'lumot tovar sotilishga olib keladi. O'shaning uchun bizda ham xuddi shunaqa. Siz sog'liqqa aloqador narsa sotyapsizmi? To'g'ri savol berishni biling. Keling, undan oldin savol turlarini bilib olamiz. Birinchi o'chirda ochiq savollarimiz bor ekan. Tushuntirib beraman. Ikkinchi o'chirda yopiq savollarimiz bor ekan. Va uchinchisi, qanaqa savol turi bor? O'zi 3 ta. Biladiganlar bormi? Alternativ. Har bittasini tushuntirib beraman. Ochiq savol turlari nima? Ochiq savol bu bitta savol berib, juda ham ko'p informatsiyalar oladigan savol turlari ekan. Misol uchun, men o'rtog'imdan so'radim. Sardor, kecha nima qilding? Bitta savol. U ketdi. Kecha o'rtoq dedi, men ertalab turdim, oyoqqa bordim, buni qildim, men bilan ko'rishdim, men bunaqa qildim. Juda ko'p informatsiya bera olar ekan. Ochiq savol shunaqa ekan. Bitta savol bilan nechtadir informatsiya ola olar ekansiz. Yopiq savol turi esa, как раз buni naborodi. Yoki ha, yoki yo'q. Boshqa variant yo'q. Qanaqa bo'ladi? Sardor, kecha kinoga bordingmi? Bitta savol, variant yoki ha, yoki yo'q. Yo'q, bormadim, yoki yo'q, ha, bordim. Boshqa variant yo'q. Alternativda esa savol javobi bilan qurilar ekan. Nechtadir variant. В ideali u 3 ta bo'lishi kerak. Aytaylik, Sardor, kecha kinoga bordingmi? Futbolga bordingmi yoki basseynga bordingmi? Shu uchalasidan bittasi borgan bo'lsa aytadi, "Ha, o'rtoq, men kecha basseynga bordim" deydi. To есть, men savolimni javob bilan qurib beraman. Ko'pincha savdoda bu juda zo'r yordam beradi. Siz klientdan qanaqa javob kutgingiz kelsa, o'sha javob bilan bering sirazu. Misol uchun, klientga agar bizning mahsulotdan kelib chiqib savol berishni o'rganadigan bo'lsak, men aytayman, hurmatli mijoz, sizni nimalar bezovta qilyapti? Ketdi. U, bu, men bu, anu, men bu deyapti. Ochiq klientlar bor, hammasini aytadi. Kimdirlar yaxshi ko'radi gaplashib o'tirish, kimdirlar yopiq odamlar bor-da. Endi bilmasam deydi, o'zi shu bezovta qilyapti deydi, misol uchun. Agar mabodo ochiq savoldan yetarlicha informatsiya olmagan bo'lsangiz, siz yopiq savol bering. Qanaqa? Men biz oryaptimi? Yoki ha, yoki yo'q. Men biz oryaptimi? Yoki ha, yoki yo'q. O'zingizga kerak bo'lgan ma'lumotni olish uchun yopiq savollardan ham ishlating. Faqat bitta savol berib qo'yib kutmang ko'p narsani. Yaxshi javob kelmayaptimi? Bo'ldi, yopiq savolga anaqa qiling. Uchrashing. Savolni sirazu nima bilan quring. O'zingizga kerakli javob bilan quring. Narxini berayotganingizda, nimadir tanlatmoqchi bo'lganingizda har doim variantli savol bering, alternativ savollar berishingiz kerak ekan. Mana shu savollarni bilib olishingiz klientlar bilan ishlayotganda to'g'ri savol berishingizga va ulardan to'g'ri javob olishingizga yordam beradi. Bu значит boshida ko'proq berilar ekan, bu o'rtasida berilar ekan, bu oxirrog'ida уже narx tanlatayotganingizda, variant berayotganingizda bu kerak bo'lar ekan. Tushunarlimi? Savollar bo'yicha tushunarli. O'chirmay turaman. Endi aytaylik, eng katta muammo shundaki,
siz savol berdingizda, lekin olingan javoblarni nima qilmadingiz? Ishlatmadingiz. E'tiborga juda ham kerakli narsa. Kirganingizdan keyin opitnilarni oldida o'tirib eshitganingizda, ular mahsulotning fishkalari, plyuslari, sostavlari, foydalarini tushuntiradi-da, siz o'sha narsaga chalg'ib, demak shunaqa gaplashish kerak ekan degan ma'no uyg'onib qolmasligi uchun aytayapman. Savol berdingizmi, klient sizga javob berdimi, o'sha klientni javobini o'ziga ishlating. Prezentatsiya paytida mahsulot tushuntirayotganingizda siz nima deysiz? Mana qarang Sardor aka, siz menga mana bunaqa deysiz, to'g'rimi? Ha. Demak, mana bunaqa muammolaringiz bor ekan, mana shunchadan beri ekan, mana bunaqa o'ziga qaytaring. Prezentatsiya paytida unga shu yo'nalishda individual narsani bering. Ya'ni u sizga aytayapti, u aytaylik, oilali, taksist bo'lib ishlaydi, oyoqlari anchadan beri og'riyapti, 3 ta doktorga borgan, hech narsa ko'rmagan, bir marta lichenaga yotgan, 3 million puli ketgan, foydasi bo'lmagan va hokazo. Siz uni ishlatmayapsiz-da, uni o'rniga, "Voy, bilasizmi, bizning mahsulotimiz unaqa, bunaqa zo'r yo'q ketmaysiz-da." Aytasiz. Demak, Sardor aka, sizda demak 3 yildan beri mana bunaqa muammo bor ekan, mana bu doktorlikka borgan ekansiz, mana shuncha pulingiz ketgan ekan. Demak, men sizga ayta olamanki, boyagi patrimiz sizni vaqtingizni, pulingizni tejab bera olmaymiz. Nimaga? Tejab bera olamiz. Nimaga? Chunki siz ishlashingiz kerak, siz oila boquvchi ekansiz. Men sizga pulingizni ham tejab beraman, ham licheniya uyingizda, yurgan yo'lingizda bo'lgani uchun ishingizni ham parallelni qilib keta olasiz. Taksi qilayotgan joyingizda shunda chetga to'xtab, shundan suv bilan ichib ham ishingiz davom etaverar ekan. Tushunasizmi? Individuallik bo'ladi bu yerda. Menga aynan bu xuddi bu mahsulot men uchun yaratilgandek bo'ladi. Agar siz o'rta me'yorga gaplashib ketsangiz, "Voy, bizning mahsulotimiz zo'r, pullarni tejab beradi, vaqtingizni tejab beradi." Imенно unga urg'u bermayapsiz-da. Da, aytyapsiz vaqt pul tejalishini, lekin unga urg'u bermayapsiz. Undan kelib chiqmayapsiz. Uni tomonidan yondashmayapsiz-da. Uni hayotini qo'shib o'tib ketmayapsiz. Uni muammosini qo'shib o'tib ketmayapsiz. Unda individuallik bo'lmaydi va klientga tushunarsiz. Unga kerakmi bu narsa yoki kerak emasmi? Agar siz undan kelib chiqib gaplashadigan bo'lsangiz, demak, "Voy, bu как раз mana narsam ekan-ku" deydi. Tushunasizmi? O'shandan kelib chiqib siz olingan ma'lumotni o'ziga qaytarib berishingiz kerak ekan. Tushuntira oldimmi? Xo'p. Bir minut. Hozir qaysi mahsulotni o'tdinglar Shahnoza bilan? Общий. Nimaga oyog'iga, yuragiga, davleniyaga, nimaga hozir keladi. Kasalga qaysi dori to'g'ri kelishini gapirib tushunarli. Endi qarang, men sizga bitta narsani aytay, yaxshi mutaxassis bo'lishingiz uchun любой sohada, faqat sotuvda emas. Bizda mana bunaqa narsa-da, biz 2015-2016-yili tashkil topganda bizning kompaniya. Shuni hisobiga ko'p ko'chadagi call centerlar, bat sotadiganlar, savdo sohasi aynan shu call centerdan maktab sifatida chiqqan. Bu yerdan juda ko'p kimdir call center ochgan, kimdir qayerdadir direktor bo'lib ishlaydi, kimdir rukovodительskiy должность egallaydi. То есть ko'pchiligi qaysak bundan. Nimaga? Chunki men bemalol ayta olaman, 2015-2016da bu birinchi bat sotadigan call center bo'lib chiqqan. O'sha paytgacha hali hech kim bu narsani olib kirmagan. Bu rossiyskiy kompaniya bilan qo'shma ochilib, keyin shu bilan Rossiya chiqib ketdi, O'zbekiston o'zi shu narsani qilgan. Bizning uchredитель. Endi aytmoqchi bo'lganimki, что juda ham katta maktab sifatida ish bergan. Ko'p call centerlarga yaxshi operatorlar chiqazib bergan. Endi o'shaning uchun siz bu yerdan har doim выгода olib ketishingiz kerak. Kimdir yaxshi ishlab pul olib ketadi, kimdir ishlab bilim olib, u bilimni ertangi ishlarida ishlatadi. Bu juda ham katta opit sizga pul olib keladi. O'shaning uchun aytaman, yaxshi mutaxassis bo'lmoqchi bo'lsangiz, o'zingizni ishingizni ustasi, ertaga o'sadigan yaxshi spetsialist bo'lmoqchi bo'lsangiz, sizga mana bu 4 ta narsa kerak bo'ladi. Birinchi navbatda kommunikatsiya. Kommunikatsiya kerak bo'ladi. Bu nima degani? Kommunikatsiya degani muloqotga chanqoq, muloqotga ochiq, общительный, разговорчивый, bemalol yetti yot begonalar bilan chiqishib keta oladigan odam kommunikabilni hisoblanadi. Bu faqat sotuv uchun emas. Любой ishda ochiq ko'ngil odam bo'lsangiz, yaxshi inson bo'lsangiz, siz hamma bilan chiqib ketaverasiz. To sizga qiyinchilik tug'dirmaydi, begona bilan yaxshi muloqotga kirishib ketish, yangi joyga tez o'rnashish, zo'r bo'lib ketishingizga juda ham yaxshi yordam berar ekan. Bu kommunikabilность. Undan tashqari siz ekspert bo'lishingiz kerak ekan. Nima sotishingizdan tashqari, xoh siz oddiy nima deydi anu
ko'chadagi oddiy oziq-ovqat do'konida ishlaysizmi yoki qiyin оборудование sotasizmi yoki texnika sotasizmi, siz o'zingizni mahsulotingizni ipidan ignasigacha bilishingiz kerak ekan. O'shaning uchun aytaman, mahsulotlarni yaxshilab o'rganing. 1 soat yetmasa qolib o'rganing, so'rab o'rganing, internetga kiring, opitnilardan so'rang, roblardan so'rang. Maksimalni siz suv qilib ichib olishingiz kerak mahsulotlarni. Nimaga? Chunki ekspert bo'lsangiz, misol tariqasida aytaman, magazinga kiryapsiz, juda ham ochiq ko'ngil, chiroyli muomalada, shirin muomalada odam kelyapti-da, siz bilan chiroyli gaplashib, tanishib, anaqa muloqotga kirishmoqchi. Yonida bitta sal qo'rsroq, yovvoyiroq keldi degan odam turibdi. Siz, конечно, kommunikabilni odam oldida borib, u bilan gaplashishni boshlaysiz. Lekin qarabsizki, boyagi kommunikabilni shirin muomala mahsulot haqida hech narsani bilmaydi. Zo'r, cho'tki gaplashyapti, lekin men bu stoizni anaqa DSPsi nimadan qilingan, qaysi davlatniki, to'xtab turing, bilib kelaman deydi, qayergadir yugurib ketyapti. Men bu qanaqa razmeri desiz, to'xtab turing, yugurib ketyapti. To'y siz o'zingizga kerakli ma'lumot ola olmasangiz, siz nima qilasiz? Ana kurs bo'lsa ham, ana ekspertni oldiga borasiz. Nimaga? Chunki u ekspert hamma narsani biladi. Nima sizga kerak, qanaqasidan kerak, qaysi variant berish kerak, qaysi biri arzon, qaysi biri qulay, qaysi biri tejiydi vaqtingizni, ekonom qiladi pulingizni, deb o'sha ekspertga borasiz. Agar siz ham kommunikabilni, ham ekspert bo'lsangiz, sizdan zo'r sotuvchi yo'q. Tasavvur qiling, siz ham ochiq ko'ngilsiz, odamgarchiligingiz zo'r, chiroyli kutyapsiz, narsangizni ham bitta ignasigacha bilasiz. Bu sizga juda katta plus. Lekin bu ikkalasi bo'lmaydi, qachonki mana bu narsa bo'lmasa. Уверенность. Ya'ni o'ziga ishonch, agar mahsulotiga ishonch bo'lsa, o'ziga ham ishonch bo'ladi. Qaysi ma'noda? Siz uje klient bilan birinchi gaplashganingizdan boshlab uje sezasiz bu narsani. Siz bu yerda yengisiz, mahsulot siz uchun begona. Aytaylik, bunaqa narsani siz sotib ko'rmagansiz, o'zingizga ravo hali ko'rmaysiz, uverin emassiz. Men ming maqtaganim bilan siz bilmaysiz, haqiqatan yordam beradimi, yo'qmi, odamlar effekt olyaptimi, yo'qmi, oxirigacha bilmaysiz. Shuni hisobida o'zingizda shubha bor. Hali o'ziga, mahsulotingizga uverin emassiz. Shuning uchun gaplashayotganingizda bu narsa seziladi ovozingizda. Sal ikkilanib gapirasiz, sal dovdirab gapirasiz, hab bo'lmaydi, sal mandiraj bilan gapirasiz. Bu narsaga va bu narsaga xalaqit qiladi. O'shaning uchun men sizga maslahatim, ko'proq qiziqing, effekt olganlarning odzivini qo'yib beramiz. Aytaylik, klientlar bilan gaplashgan zapislarni qo'yib beramiz. Klientlarning o'zidan ham olgan klientlar bo'ladi, yordam bo'lgan klientlar bo'ladi, o'shalar bilan gaplashtiramiz. O'zingiz bilasizki, shu mahsulot haqiqatda foydasi bor. Bo'lmasam biz shuncha yillardan beri ishlamagan bo'lardik. Mahsulotga uverenisingiz bo'lsa, sekin o'zingizga ham ishonchingiz oshadi. Klient bilan gaplashayotganingizda ham o'zi bo'li uverini gaplashasiz. O'zi o'rganishga ham qiziqishi o'zi ortadi odamda. Va bu ham bo'lmasa ekan, qachonki mana bu narsa bo'lmasa. Vaqtingizni to'g'ri taqsimlashingiz, ishingizga, o'rganishingizga, ustingizda ishlashga, klient bilan gaplashishga, umuman hamma vaqtingizni to'g'ri taqsimlamasangiz, vaqtida kelib, vaqtida o'rganib, vaqtida gaplashmasangiz, bular hammasi bir tiyin ekan. Siz zo'r ishda zo'r ekspert bo'lishingiz mumkin, ochiq ko'ngil odam bo'lishingiz mumkin, mahsulotga o'zingizga ishonchingiz zo'r bo'lishi mumkin, lekin siz vaqtingizni noto'g'ri taqsimlayapsiz. Ishga kech kelyapsiz, aytaylik, klient bilan kam gaplashyapsiz, o'rganmayapsiz, vaqtni noto'g'ri taqsimlayapsiz. Xullas, bitta gap aytganda. Bu xislatlaringiz hamma sekin praktika bo'lmagani uchun yo'qolib ketaverar ekan. Shuning uchun bizda plan qo'yiladi. Qanaqa plan? 1 soat ichida o'rtacha 45 minut gaplashgan bo'lishingiz kerak. Agar klient ko'tarmasa-chi desangiz, unda qachon 60 ta qo'ng'iroq qilgan bo'lishingiz kerak. Bu sizni ishga qanchalik vaqtingiz to'g'ri ketdimi yoki boshqa narsa bilan chalg'idingizmi, o'sha narsani biladi. Bu bizning operatorskiy plan, call center plani. 1 soat yoki 45 minut gaplashgan bo'lishingiz mumkin. Bu bitta odam bo'ladimi, ikkita odam bo'ladi, farqi yo'q, 45 minut gaplashdingiz. Bu yaxshi. Yoki ko'tarmadi hech kim, 60 ta odamga yoki 60 marta 30 ta odamga qildingiz. Ya'ni bitta klientga 2 marta qilsangiz ham hisoblanaverar ekan. 30 ta klientga 2 marta qo'ng'iroq qildingiz, 60 bo'lar ekan. 6 ta klientga 10 marta qildingizmi, 60 bo'lar ekan. O'zimizga 60 ta nomerga qiling demayapman. 60 marotaba qo'ng'iroq tugmasini bosgan bo'lishingiz kerak ekan. Bu sizni vaqtingizni to'g'ri ketkazganlik hisoblanadi. Bu probeg deydi-yu, mashinaning probegi bo'ladi-yu, sizni probegingiz. 1 soatda 45 minut probeg bo'lishi kerak yoki 60 ta zvonok bo'lishi kerak. Bitta narsani biling, odamlar bor, bir haftaning ichida 1 oy, 2 oy oldin kelganlardan ham yaxshiroq, opitliroq bo'lishi mumkin. Nimaga? Chunki ko'p gaplashadi, ko'p telefon qiladi, ko'p harakat qiladi. Bu probeg qancha oshsa, sizga shuncha plyus ekan. Mashinada minus-ku, qancha probeg katta bo'lsa minus-ku, sizda naborot ekan. Probegingiz katta bo'lishi kerak ekan.
Ha, harakatga bog'liq. Siz o'zingiz misol uchun nima deydi? Aksiyalik kerak ekan. Uni ko'tarmasa ham. Da, вот именно. Sizni bitta narsani qonun qoidadan bilib oling. Sizni telefon qilish maqsad bo'ldi. Sotish, kimgadir nimadir dokazat qilish yoki nima, sizni ishingiz telefon qilish bo'ldi. Siz boshqa ish bilan shug'ullanmaysiz. Siz ko'chaga chiqib qidirmaysiz. Siz kimlardir majburlab sotmaysiz, urib sotmaysiz, faqat telefon qilasiz, bo'ldi. Ko'tarmadimi keyingisi, ko'tarmadimi keyingisi, ko'tarmadimi keyingisi ketaveradi. Asosan yangi kelganlar, endi boshlaganlarga qiyin nimaga biz sizga novoy bermaymiz? Sizga eskiroq baza beramiz. Baza degani bu ko'tarmaydi degani. Ko'pincha men o'zim shu narsani guvohi bo'laman. Operatorlar kiradi ichkariga, ko'tarmayapti deydi. Ko'tarmaydi de. Eski-ku. Men yangi bering. Yo'q, yangi bera olmayman. Chunki sen hali o'quving, hali unaqa emas. Qurish kerak. Chunki sizga aynan shu vazifa yuklatilgan. Telefon qilish bo'ldi, boshqa narsa emas. Bir xil, yo'q, ko'tarmayapti, qilmayman. Keyin sekin hafsalasi o'ladi, sekin nima qiladi? Menga emas ekan deydi, ketadi. No, siz ishingiz shu. Bugun ko'tarmaydi, ertaga siz 2-3tasi bilan gaplashasiz, indingi 5tasi bilan gaplashasiz. Keyin o'zi bilasiz, qaysinga qilsam ko'taradi, qaysi o'zi analiz qilishni boshlaysiz, tushunasizmi? O'zi anunga qilsam, demak, mana bunaqa ismlilik ko'tarar ekan, mana bu ismlilik ko'tarmas ekan. Farqi bor-da klientda ham. Oldin aytaman, to'liq ism yozganlar, jiddiy odamlar, bu narsaga jiddiy yondashgan, to'liq ismni yozgan. Bir xil Petya, Fedya, Masha, Pasha qilib yozganlar, ular neseryozni qoldirib, balki o'yin qilgan bo'lishi mumkin. Shunaqa bo'ladi. To'g'ri aytmoqchi bo'lganim, o'zi sekin analiz qilishni boshlaysiz-da, sekin o'rganishni boshlaysiz. O'shanga telefon qurish kerak. Ko'taradimi, ko'tarmaydimi? Ko'targandan keyin отказ qilsa ham gaplashish kerak. Bo'ldi, men ikkitasiga sota olmadim, bu yog'iga men sotmasam kerak. Unaqa narsa bo'lish kerak emas. Odam uchun odam qiladi. Bugun bo'lmasa ertaga. Hech kim zo'r продажник bo'lib tug'ilib qolmagan. Misol uchun men даже 2015-yildan beri продажа sohasida bo'lsam ham, men ham hozir o'tirib sota olmasligim mumkin. Men suv qilib ichib o'rgan bo'lsam, klientni obdon ipidan ignasigacha bilsam ham, kim nima gapirsa yoqadi unga, kim nima desa yoqmaydi bilsam ham sota olmasligim mumkin. Bu normalni. Отказ это normalni. Chunki 100% odamga sota olmaysiz. Men zo'r bo'lsam, ekspert bo'lsam sota olmasligingiz mumkin. Bu ko'p faktorlarga bog'liq. Shuning uchun o'sha xarakter, hafsala, xohish asosiysi shu. Tushuntira oldimmi? Savollar? Bugungi dars bo'yicha savollar. Yo'q-a? Savol bo'lmasa juda yomon. Ikkita holatda bo'ladi. Yo slishkim hammasi tushunarli, yo umuman hech narsa tushunarsiz. Odamda sabr bo'lishi kerak, hafsala bo'lishi kerak, ya'ni ishqorlik bo'lishi kerak. Hammasi nimaga taqaladi, bilasizmi? Hammasi bitta narsaga taqaladi. Maqsadga taqaladi. Nima maqsadda kelyapsiz? Misol uchun, hamma pul topishim keladi, lekin meni lichni o'zimdan kelib chiqib aytadigan narsam, men slishkim baland parvoz bo'lmasin, agar qilgan ishimni top urovenda qilmasam men qilmayman. Meni maqsadim nima ish qilishimdan qat'iy nazar, men zo'r bo'lishim kerak, nomer 1 bo'lishim kerak, sifatli qilishim kerak yoki men u narsani qilmayman. То есть siz bu yoqqa keldingizmi, operator yoki menejer po продажам bo'lib keldingizmi, sizda maqsad bo'lishi kerak. Bugun misol uchun endi ishni boshladim, hali 0 продажа, ertaga kamida nechidir millionlik продажа qilaman, indingi bunaqa, keyingi oy bunaqa, kamida 3 oydan keyin men robman, kamida yarim yildan keyin men qanaqadir lavozimdaman. То есть maqsadingiz kattaroq bo'lsa, shunga harakat bo'ladi. Agar yoshlar bor, studentlar bor, aka shu yerda ishlab turing, yaxshiroq joy chiqsa, vaqtinchalik siz xuddi shunaqa vaqtinchalik hech narsaga erishmay, даже 2-3 oy plan qilgan bo'lsangiz, bir haftadan ketishingiz mumkin. Nimaga? Chunki bu narsa seziladi. Vaqtinchalik odamlar seziladi, qiziqishi yo'q odamlar seziladi, zerikkandan kelganlar seziladi. Tan olish kerak, ko'pchilik yoshlar kimdir baxt izlab keladi bu yoqqa, kimdir tanish uchun, kimlardir tanish uchun keladi. Bu narsa hammasi seziladi. Bunaqalarni tez elinglar boramiz. То есть bizda bitta narsani tushunishingiz kerak, talab katta, davleniya, bosim bor. Bugun sotishingiz kerak, hozir sotishingiz kerak. Shu narsaga siz maqsad qo'ying, что nima bo'lishidan qat'iy nazar, men bu narsani oxirigacha olib boraman. 1 kun, 2 kun, 3 kun, 1 oyda ham siz katta narsa kutmasligingiz kerak. Bugun sota olmadimmi, ertaga sotishim kerak. Ertaga sota olmadim, indinga. Bosim bo'laradi. Siz bosimdan qo'rqmasligingiz kerak. Sizdan sotuv so'rashadi. Sotdingmi, qildingmi? Yo'q. Bu narsa o'z joyida ketaveradi. Agarda men 1 soat ichida sizda yo 60 ta zvonok yoki 45 minut ko'rmasam, demak siz oxirigacha harakat qilmayotgan bo'lasiz. Men sotuv ham so'ramayman даже. Siz 0 sotgan bo'lishingiz mumkin. Zato mana bu sizning harakatingizning indeksi. Показатель, что siz ishlayapsiz. Operatorlar bor, sotdingmi desam, yo'q deydi.
SIP отчетini ochaman deb, telefon qilgan отчетini ochaman deb 10 ta dona odamga qilgan bo'ladi, 15 minut kimlardir gaplashgan bo'ladi. Bo'ldi. Qolgan payt patologga tuflagan yo kimlardir gaplashgan yo vaqtini behuda o'tkazgan. Bunaqa odamlar uzoq qolmaydi bu yerda. Nimaga? Chunki maqsadi yo'q, nimaga kelganini bilmaydi, nima o'tirganini bilmaydi. Nech pul topmoqchi, qanaqa qarzi bor, qanaqa потребности bor, qanaqa расходи bor, qanaqa rejasi bor, nima sotib olmoqchi ertaga. Har bittalar mana yosh kattalar baribir menga nimasi bilan yoqadi? Prosta kelmaydi bu yoqqa. Pul topish kerak, oilasi bor, расходи bor, ehtiyojlari bor, kimdadir krediti bor. O'sha narsa odamni harakat qildirtiradi. Shu narsaga davay ishla, oilang bor, davay ishla, krediting bor, o'sha narsa zo'r dvigatel. Yoshlar xafa bo'lmasin, lekin ko'pchilik yoshlar hali ko'zida ana qo'rquv bor, потерянность bor, qaq kelganini tushunmay qoldi, nima qilish kerakligini tushunmay qoldi, qiziqishi shunga qarab sekin so'nib boraveradi. Shuning uchun asosiy narsa to'g'ri maqsad qo'ying, qanaqadir reja qiling o'zingizga, nech puldir plan qo'ying, keling, so'rang, mana shu 10 million topish uchun men nima qilishim kerak deb, men hammasini karta qilib chizib beraman, yozib beraman. Tushunarli? Undan tashqari bizani dars paytimizda ham siz aytaylik 9 dan 6 gachami, maksimal 9 dan 6 ga cho'tta bo'lib berishingiz kerak. Nimaga? Chunki praktika части bor, teoriya части bor. Sizni olib kelib prosuska qildiramiz, ichkariga olib kirib o'tirma buni qara deymiz. Oldida o'tkazib qo'yganimizdan keyin men nima qilaman unga qarab, chalg'iysiz, telefonga chalg'iysiz, o'rganmaysiz. Keyin test topshira olmay qolsangiz, shuncha o'tgan vaqtingiz просто tak ketadi. Tushuntirib oldimmi? O'shaning uchun muloqotga ochiq bo'ling. Oldingizda yetti yo begona odam bo'lsa ham harakat qiling, salomlashib nimadir so'rashga. Bu sizni как бы nima edi, praktikangiz bo'lsin. Ko'p begona odamlar bor. O'shalar bilan muloqot o'rnatishga harakat qiling. Mahsulotni maksimalni o'rganing. O'shani hisobiga o'zingizga ishonchingiz oshadi, mahsulotga ishonch oshsa, gaplashayotganingizda bu narsa seziladi. Vaqtingizni xuddi behuda ketkazmang. Tushuntira oldimmi? Bo'ldi. Hozir obed vaqti, tushlik qilib, ozgina chalg'ib, ozgina shamollab, keyin u yog'ini Yusuf o'zi sizga tushuntiradi. Yusuf bilan hali tanishmadinglarmi? Yusuf degan обучение menejeri bor. O'zi sizga keyin praktik части, hozir kompyuter qo'yishga harakat qilamiz. Bu yog'ini sekin o'rgatishga harakat qilamiz. Xo'p. Bundan oldin sizdan so'ramoqchiman. Bugungi hozirgi o'tilgan darslardan nimani oldingiz o'zingiz uchun? Siz nimani tushundingiz? Yo'q, bildim. Bu aytgan gaplarimdan bitta bo'lsa ham narsa olgan narsangiz. Ehtiyot begona xuddi shu narsa. Tushuntirgan narsalaringiz shunaqa biznesda bu ham xuddi. Tushundim. Men sizga bergan ma'lumotdan, yozilgan doskaga aytilgan gaplardan bitta bo'lsa ham olgan narsangiz. Nimani tushundingiz? Mana qilish kerak ekan, mana bu narsa bo'lish kerak ekan deb nimani ayta olasiz? Maqsad bilan kelish kerak. Oxirrog'i, boshliqlardan-chi. Klient qanaqa ehtiyojlari bor ekan? Klientga birinchi savol berishga qarash kerak. To'g'ri savol berish kerak ekan. Ya'ni nima ehtiyoji bo'lsa, shunga qarab O'rganish kerak ekan. Xo'p. Siz nimani tushundingiz? Klientga ehtiyojini qondirish kerak va so'rash kerak, nima dardi bor, nima qilsa bor. Bilgandan keyin shunga moslab produktlarni reklama qilib, dardini yopish kerak. Xo'p. Aytilgan 5 ta ehtiyojdan qaysi bittasi esingizda qoldi? Ehtiyoj, masalan, vaqt, pul, ya'ni qulaylik, sog'lik. Xo'p. Rahmat. Menejer по продажам aytdiku 3 ta narsasi bor. Yo'l, boshqa, mashina dediku. Birinchisi nima ekan? Eng birinchi o'chirib. Analiz qilish bilish kerak ekan. Xo'p. Ikkinchisi nima edi? Muloqot. Uchinchisi? Xarakter nimaga taqqosladik? Yo'q. Dvigatelga. Agar sizning mashinangiz dvigateli kuchi yaxshi bo'lishini xohlasangiz, siz ham kuchli xarakter egasi bo'lishingiz kerak ekan, to'g'rimi? Xo'p. Siz nima esingizda qoldi? Bo'lishi mumkin, hech narsa esingizda qolmasligi ham bo'lishi mumkin. No, lekin bitta bo'lsa ham o'zingizga mana mana bunaqa ekan degan narsa bo'lishi kerak. Mahsulotlarga garantiyasi bor o'sha narsani Ishlatasiz shunaqa narsani. Qanaqa odam ishonchga kira olar ekan? Qanaqa odam bo'lish kerak ekan ishonchga kirish uchun? O'ziga uvergan odam ishonchga kirar ekan. Xo'p, rahmat. Siz nima ishlab qoldingiz?
mohiyatini va nima ish bajarishimni birinchi o'rinda oldimga qo'yishim kerak ekan. Mhm. Kelib, mana shu ishxonaga kelgandan keyin nimadan boshlayman? Telefon qilganimdan keyin birinchi gaplashadigan narsam, ya'ni muomala. Birinchi o'ringa muomala qo'yishimni bildim. Salomlash madaniyati, o'zimni tutishim, o'zimni xarakterimni to'g'ri ko'rsatib, ularga ochiq ko'ngillik bilan muloqot qilishim. Juda ham yaxshi. Sizchi? Manda xarakterni yaxshilash. Kelgan buni tushib ketmasligini tushundim. Bo'ldi mana. Olmayman desa ham, negativ bo'lgan fikr bo'lsa, sirasi tushib ketmasdan turib, unga yaxshiroq yana Baran. Vaqtni tejash kerakligini tushundim. Bir soat ichida maqsadimga erishadigan darajada harakat qilishim kerak. Gaplashish kerak tushundingiz. Juda ham yaxshi. Sizchi? Birinchi salomlashganda klient muomalasidan uni qanaqaligini o'qish kerakligini bildim. O'rganish kerak, analiz qilish kerak ekan. O'sha analiz qilish kerak ekan klient muomalasidan, ovozidan, Yana? nima o'zi vaqtni anaqa qilgan ekanman, o'zimni maqsadim. Vaqtni to'g'ri qo'yib olishim kerak. Juda yaxshi. Sizchi? Avvalambor salomlashish, maqsadi mijozlar joyiga o'zini qo'yib tushuntirib berish. Klient odamligini esdan chiqarmaslik, to'ppa-to'g'ri. Xo'p, bu narsani sizga harakat qilib beraman elektronniy variantda berishga. Darsda elektronniy o'qiydigan variantda bor va plus videoga ataylab olganman. Ertaga nimadir kerak bo'lsa, gruppa ochsanglar, gruppa ochsak, tashab qo'yib, nimadir eshikdan chiqargan bo'lsangiz, yana nima qilib olasiz. Хорошо? Bu unda chiqib, obedlanib, nima qilib, ozgina vaqt o'tkazib, keyin Yusufni uchrashtiraman sizga. Bitta yarim soatlardan keyin shu yerda uchrashamiz. Xo'p? Rahmat.